Azizlar, men sizlarga hozir bir narsa ko'rsataman. Hayron qolasizlar. Mana bu yerda Qozog'istonda juda ko'p narsada halol yozilganiga ko'zingiz tushadi. Mana oddiy ichimlik halol. Juda yaxshi. Ya'ni arzon. 335 tanga. Kolbasa, sir. Mana halol. Kolbasalar halol. Даже sirlargacha halol. Juda katta do'kon. Tovuq go'shtlari halol. Nasıllar? İçimliklar ham juda ta'mi boshqacha. Arzonchilik. Marojniy, kartoshka, kolbasa. Kolbasa, qaziq, qarta hammasidan bor mana shu riyatda. Halol. Men yaxshi ko'rgan kolbasa mana shu. Arabskiy, juda shirin. 2419 tanga. Xullas, bu yerda yashasa bo'ladi, arzonchilik. Yaqin avvallar bilan harakat qilaman. Tanishtirishga. Juda taraqqiyot etgan davlatda bu yer. Qozog'iston. Almaty shahrida. Tuxum. 30 dona tuxum 1825 tanga. Ya'ni 35 somon, 35-36 somon. Malakolar. Sug'ishoni malako bilan halol. Bir 1739 tanga. Juda yaxshi. Magnum degan katta supermarket bor. Magnum. Shu yerda kim Almatyda bo'lsa, yozib qo'yingizlar. Işte. Bitta narsani ko'rsatayin sizlarga yana. Tuxumda halolini qayerda ko'rgansiz? Mana. Tuxumda haloli. Bitta video ko'rgandim rus tilida. Tovuq bilan xo'rozda o'rtasida nikoh borma degan edi. Nima uchun halol yozib qo'ygan deganda? Shuning uchun men ham hayron qolyapman, halol. Qanday halol bo'lishi mumkin tuxum?